Beğenip qo'yishdi. Bugungi videomizda sizlar bilan ertangi versiya 5.1.0 yangilanishi haqida va ertangi yangiliklar haqida gaplashib o'tamiz. Video albatta foydali bo'ladi. Video albatta sizlarga foydali bo'ladi. O'shaning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va bugungi videomizning qolganlaridan farqi bugungi video kamera bilan bo'ladi. Shuning uchun ijodimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Demak, asosiy yangiliklarga o'tadigan bo'lsak, versiya 5.1.0 yangilanishi bu albatta asosiy yangilik. O'ylaymanki, bu yangilanish ertaga bo'ladi. Chunki ba'zi manbalarda 10-ga ko'rsatilgan, 10-sanada, ba'zilarida esa 9-sanada qoldirilgan, lekin katta ehtimollik bilan bu yangilanish menimcha 9-da bo'ladi, ya'ni ertaga bo'ladi. Chunki Konami katta yangilanishlarni odatda payshanba kuniga rejalashtirgan, payshanba kunida qiladi va yangilanish hajmi 200 megabayt bo'lishi aytilmoqda. Demak, yana bir ertangi asosiy yangiliklardan biri albatta eFootball Eintracht klubi bilan shartnoma imzoladi. Buni o'zini Instagram sahifasida ham istoriyasiga qo'ydi va undan tashqari yana Italiyaning o'rta miyona klublari Parma, Verona, Udinese shunga o'xshash klublar bilan shartnoma imzoladi. Va e'tiborli tarafi eFootball Parma bilan shartnoma imzoladi. Parmada bilasizlar, Thuram, Cannavaro hamda Buffon kabi legendalar o'ynab ketgan va agar eFootball ertaga Parma bilan shartnomasini e'lon qiladigan bo'lsa, shartnoma imzolaganini, mana shunday legendalar bizaga kelishi mumkin. Bular bu epiklar, sanab o'tgan epiklar ertaga kelmaydi. Balkim boshqa payt kelar, lekin kelishi aniq bu narsa. Va yana bitta yangiliklardan biri albatta Yuchel Potv hamda odatiy o'zimizni Potv, ertaga hamma kutgan Yuchel Potv chiqadi. Soyalar rasman chiqdi. Soyadagi futbolchilar men o'ylashim bo'yicha Kylian Mbappe bilan Vinicius bo'ladi, chunki ular albatta yorqin o'yin ko'rsatishdi. Va taxminiy Potv va Yuchel Potv mana shunday ko'rinishda bo'lishi aytilmoqda. Bu hali rasmiy emas, norasmiy video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, obuna bo'lib, kanalni payjashga qilasizlar degan umiddaman. Xayr.